sizlar mana sizlarga ham lavha tashlab qo'yaman. Shahnoza erlarini o'zgarishini xohlayotganlar-da, o'zgartirishga harakat qilar ekanlar. Keyin aytibman. Eri o'zgartirish uchun erga unaqa qiling, mana bunaqa qiling, mana bunaqa qilish kerak ekan, mana buni o'qish kerak ekan, o'qing, niqtab bo'lmaydi. Er sizni mahsulotingiz emas. Sizni mahsulotingiz emas. Tushundingiz-a? Er Allohning mahsuloti. Ya'ni uni mahsulotini faqatgina u orqali to'g'rilanadi. Siz unaqa qiling, bunaqa qiling deb siz biza urushib ketardik oldinda. Men o'zim ham urushib ketardim realni-da xo'jayinim bilan. Net. Через Alloh o'zgartiriladi. Xo'jayinimni shunaqa yaratding. Men undan roziman. Shukr Allohim. Lekin endi mana bunaqa qilib o'zgartirib qo'y. Ularni men bu xarakterlarni mana bunaqa qilib qo'ygan deb so'raladi. Ya'ni uni mahsulotini undan so'raladi.